o'sha yana best back Sex kanali do'stlar. Bugun men sizlarga Clash of Clans o'yinini ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu mening zonam do'stlar. Bugun biz Clash of Clans'da ko'proq janglar uyushtiramiz. Yana ko'proq nimadirlar qilamiz. Biz ko'pincha o'zimizni himoya qilish uchun mana bulardan foydalanamiz. Uchun ko'proq oltinlar olmaslar kerak. Biz uni yoqishimiz uchun esa biz jang qilishimiz kerak. Men o'zimga bir feint match, ya'ni odam qidiryapman jang qilishga. Bu ancha kuchliroq ekan. Farqi yo'q, ana shu böyle. Ketmadimi jon? Bular birinchi qilib tarqatib men birinchi yana bularni qo'yaman. Ikkinchidan joydan qo'yaman. Va shunday tashladim. Jangini ko'rishingiz mumkin, mana kattalashtiraman. Ozgina. Aveso yaxshi, excellent yaxshi. Biz unudan yo'q qildik. Pilotlarni bizga osonroq bo'ladi deb o'ylashimiz. Vaqt kerak bo'ladi bunga. Ko'ryapsiz, mana men jangchilar jang qilyapti. Bunda kamonchilar aylanib o'tsa bo'ladi, lekin aylanib o'tyapti. Kamonchilar ochib beryapti yo'lni. ikkita bo'ldi. Hujum uyushtiryapti, mana o'zi kamonchilarni o'zi ham iplay olsa kerak. Balki. Iplay olsa mana 100% biz berdi. Ana, hujum mana bunda. Ko'ryapsiz, mana bunda pul yig'ilgan. Ozgina bo'lsa ham. Sen devam ettiramiz do'stlar. Ozgina narsasi deb qoldi. Bunda pul yig'ilgan. Ozgina bo'lsa ham. Biz pullarni oldik. Va o'zimizga ko'proq qo'riqchilar, yana boshqa narsalar sotib olamiz. Birinchi o'rinda mana bu yangi kelgan narsa nima edi bilmayman. Shu o'rnatib olamiz. Keyinchalik esa biz yana ana bu wizard keraklisi. Bu yerda bitta wizard bor, qo'riqchim. Mana bu yerga yana bitta wizard quraman. Builder bo'sh emas ekan. Yangi builder sotib olmadik, endi u ishlayapti endi. Bitta builder bu yerda ishlayapti, ikkinchisi qayerda ishlayapti? To'g'ri. Biz ungacha mana bu yerdan hech kimni kuchaytira ololmayapmiz. Sizlarga ko'proq olmos yig'ishda ham o'rgatib ketaman. Mana bu yerda, ya'ni qorong'i shaharda ozgina bo'lsa ham olmos yig'adigan joy bor. Men uni hali tuzatmaganman. Hozir tuzatib boramiz.
Builder oldin bu yerda tuzatishimiz uchun bizga boshqa narsalar ham kerak ekan. Meni qo'riqchilarim 3 tagina bu yerda, sababi juda kam. Mesela yaqinda ochdim, Town degan joyim. Hali 6-levelda, ko'p level qilsam yaxshi bo'ladi. Ko'proq mana bu bilan yig'ish uchun ko'proq mana bu yerlarda trunk, g'o'la, ya'ni daraxt, toshlar bo'ladi. Shularni chopib chiqish kerak. Keyin yana bitta usuli bor. Mana bu yerda mana bu bor. Game Mine. Bu oltin ishlab chiqaradi. Mana bu yerda ham bu boshqa narsa. Yana Town Hall bular juda ko'p. Bular qilishim uchun Builder Hall ni 3-levelga o'tkazishim kerak. Builder Hall. Bu menimcha bu yerda bo'lsa kerak. Builder Hall. Qarang. Yana bir ism nomini o'qib kelaydi. Builder Hall deyapti. Nima edi u Builder Hall? Hal birinchilar. Builder Hall. Nimaga bilmadim. Ikkala bilib olishga harakat qilaman. Hozir biz yana jang uyushtiramiz. Jang uyushtirish o'yiniga mana burada bizga anora beradi. Bajar deb beradi. O'sha bajarsak bizga mana buncha. Shu 150 ta narsa beradi. İşte biz arkadaşlar joylashtirdim. Hammasi ishlayapti. Jang maydonida. Hozirdan joylashtirdim. Yakında başladım. Çok uçaktan var. Hala içerisinde çıkmayınca onunca çok gerek. Sonra şimdi hemen arkadaşlar. Neyse burada bir şey var. Anlamayın tabii. Yok anlamayın. Ana oxirgi maydon chiqdi. Ana, perfect. Juda yaxshi. Burada tuyatdik. Uyga qaytamiz. Xo'sh. Mana bu yerda bizga yo'l keladi. Olishga joy yo'q lekin. Joy yo'q. Joyni ko'paytirishim uchun ana bu yerda to'ldirishim kerak. Sayıpta yana resurslar joylashtirishga an'analar yo'q. Hujumchi yo'q. Men sizlarga aytib o'tyapman. Bunda ko'paytirishni o'rgan olinglar. Bu yerni o'zini alohida anonsi ham bor.
ishini bajaryapti bular. Ya'ni yo'q qilish ishini. Albatta yana uni jangchi qoldi. Mana o'zimiz maydonga o't olamiz. Men streamimni shu yerdan yakunlayman do'stlar. Mening kanalimga obuna bo'ling, tezroq 1000 ta obunachiga erishimiz kerak. 1000 ta obunachi bo'lsa, bundan ham zo'r o'yinlarni stream qilishda boshlayman. Hammaga xayr do'stlar.